Fountain'ın aqida ko'rinib turgan shahar Pennsylvania shtatining Pittsburgh degan shahar bo'ldi. Bu shahar uch daryoning tutashgan o'rniga joylashgan bo'lib, nihoyat go'zal bir shahar. Pittsburgh bir qancha alayidliklari bor shahar. Bu shaharni Tömür Polat shahri deb atab qo'ydi, chunki shu Polat tömür bilan munosabatli tijoratlardan 300 dek bor. İkinciden bu şehirni ko'riklik shahar deb atab qo'ydi. Chunki bu yerda jami 464 ko'rik bor ekan. Bu ko'riklar daryoning bir yoqidan u yoqiga tutashtiradigan, nihoyat qatnashga nihoyat qulayliklarni yaratib bergan. Üçüncü alayidligi bu shahar Amerika bo'yicha yashashga tegishlik eng yaxshi shaharlarning biri bo'ldi ekan. Dunyo bo'yicha shu 11-o'rinda turdi ekan. Biz Pittsburgh shahrini daryo ustida kuzatib ketib boramiz. Fountain ko'rinib turgan yer shu Pittsburgh shahrininki beshi bo'ladi. Mana ikki daryoninki kesishgan nuqtasi. Monongahela daryosi, Allegheny daryosi. Oldi taraf qaraydigan bo'lsak, bu mana shu Mississippi daryosi. Biz paraxod ustida. Get stop now. To the left, to the left, to the left. Kick now, kick now, kick now. Walk it by yourself. Walk it by yourself. Two-bit shuffle. Come on, Missy, let's do the two-bit shuffle. Bu Pittsburgh şehrinin yenida dünya bo'yicha tunji qatam yasagan xam temir eritadigan o'choq. Shu o'choqninki ijod qilinishi bilan butun dunyoninki sanoat inqilobi boshlangan. Bu o'choqni 1859-yili yasab ta 1927-yilgacha ishlatgan. Shungacha dunyo bo'yicha eng so'ng temir eritadigan o'choq deb qaralmoqda. Hozir bu ko'rgan shaklda berilmoqda. Mana shu vaqtdagi 1850-yillar shu vaqtlarda shu kurashtirilgan mexanik asboblar. Pittsburgh shahrininki atrofidagi daryolarda qo'lvoq bilan o'ynasa nihoyat ko'ngilli bo'ldi ekan. Washingtondan Pittsburghga mashina orqali 4 soatda borgani bo'ldi.